Assalomu alaykum. Biza mana shu qurilish jarayonida Rhino dasturida 3D modellab chiqqandik va uni animatsiya qiladigan dasturlar yordamida uni animatsiya qilib chiqqandik va YouTube'ga joylagandim. O'sha videom 12,000 marta ko'rilgan 1 yil oldin. Bu qurilish jarayonida xatolik mas'ul, lekin talaba o'ziga kerakli ma'lumotlarni olib olishi biroz qiyinroq bunda, chunki kamera qayerda turgan bo'lsa, o'sha o'quvchi ham shu kamerani o'sha yerdan ko'rishga majbur. Endi men yana bitta dastur ishlab chiqdim. Mana buni formati приложение hisoblanadi. Ya'ni exe bo'ladi format. Shunga kirganimizda mana shunaqa programma hosil bo'ladi. Bunda qurilish jarayoni boshdan oxirigacha davom etishi mumkin. Va play bosamiz. Mana podushka qaziladi. Va mana armatura ketdi. Mana suv qilinadi, trambovka qilinadi, shemin tashiladi va armatura. Endi podushka, beton, mana ichida yurishimiz mumkin. Xohlagan rakursdan. Va yana play bosamiz. Mana kolonnalar. Mana g'isht. Shundan keyin peremichka, zina, armaturalar. Majdan birinchisini 23 cm qilganimiz yaxshi. O'zi 150 bo'lardi, 23 qilganimiz nima uchun kerak? Sababi bu yoq stechka bo'ladi, to'pli pol bo'ladi. Birinchisini stechkan haqqi evaziga armaturalar qo'yib chiqiladi. Bu yerda plita mana bu yerda kam maksimal 15 cm o'tirib turish kerak.